Kia K5'imizni olib qo'yganmiz. Bunga 90 talik idealniy zapchastlar bilan chanalarda staydiki bo'ladi. Akkuratniy qo'natib beryapmiz. Bu yerda Nexus uchimiz remontga kelgan. Provodkalarni almashtirib, idealniy holatda yurgizib beramiz. Bunga Xitoy qo'yilgan ekan. Xitoymi qanaqa zapchast bo'lsa ham farqi yo'q. Remont qilib idealniy yurgizib beramiz. Bu Cobalt'imiz metan qo'ydirish kelgan. Hozir bunga idealniy metan qo'yib beramiz. Bu Hyundai mashinamiz tayyor propanda idealniy yuryapti. Trek kriklarimizga ham ikkita bir xiliga propan o'rnatilyapti. Orqa qismiga terma trubkalar bilan 47 talik akkuratniy qilib zapaskani joyiga propan o'rnatib beryapmiz. Ikkala trek krikimiz ham zapchastlar bir xil bo'lyapti. R02 Polshani original zapchastlaridan reduktorimiz. Stayda o'zini hid chiqarmaydigan filtrlardan kattaroq, ancha kilometr yurib berish uchun kattaroqdan qo'ydirib ekanmiz. Farsinkalarimiz 01 Polshaniki bo'ladi. Va miya blogimiz har doimgidek chempion miyalardan GoFast 200 Polshaniki. Provodka, map datchik, harta detali bu Polshaniki bo'ladi. Sifatli ishlab berish uchun. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaversa, manzil Sirdaryo viloyati Guliston shahar.